Mantık hakkını, hey! Ne yukudun değme, ha? Ma bir kulumunu iştip bulamaysan, der yukudun değme. Maşinamı iştip bulam dey. Bu dost düşme lağınsın, nimdeydi deyme. Nimin elimi deydi o, hak ulan nimi karim, nimdisi devetsun. Hazır bak o, pul tapkan evzel. Bir muç pul kaçta Dellal hanım aşkan bana. Hey, Dellal han demey, bu da layık tunuşturu o neydi ha? Vay can, sen bir an aşmağın hak tunuşmay kağıttı. Ay, sen nimle bilse, hazır bak o, şahan tarakıp ketmeydi ha? Ma çoğu şehirde, bizdekiler bunda oturup düşüp, birbirisini tunuşturup koymasa kara, bak onu dikdek layık tap kılmamaydı. Hey, bu vago hem pul tap bululduğun hem savaplık işteyme. Dağıtkan gepini. Hey, dellallık kılıp kançılıkın bir pul tepkitese. Bağ yok pulun hemmini mi çeksevettin? Hemen sana dakika, desmini kaytamaydıgan bolsan kara kögülük onu köstüme. Oy! Manın dağıtkan gepini? Yalnız sen alıp pulunu ma bu? He? Ben bağgo at yiyecektek işlep jırp sokkan pul bu. Çakyak koydum. Benim nedim pulum bolsa? Şu sen bergen pulunu hacılatı ben koşu. Yakında deyme kılgaşının cıklığı da başkısı kılsakın bulduğu bir optan önürüm olgan dikin aşkan asakın bulattığı. Bu öne emez mi ki? Bu öne ne ya biz bilmesek? Bilmesek ögünümüz. Handa ögünümüz? Hey, mundaq qilay. Hey, ma ishni bir repetitsiya qilib olaylik qandoq. Men meni xaridarni tizimli bo'lay. Sen mundaq loyiq izlab kelgan xaridor bo'l, qandoq? Manga undashni qamlashtirmayman men. Uy, bana davatgan gibini? Hey, sen nima ishni qamlashtira olasan? Mushishni qilamansan? Men seni mundaq usul o'ynab, naqsh etma demadim. Mundaq loyiq izlab kelganning rolini o'ynab davatman. Buni berdas. Qilamsa, qilmamsa? Qilmaymi ki? Qilmamsa? Rastlı qilmamsa? Yaxshi. Sen noche hozir qilmaydigan bo'lib ketding. Sendek noche odam yo'q, ha? Kechda uyga kirganingni men bir ko'ray. Voy, ma'qul, qilay. Qilamsa? Ha, yaxshi. Unda sizgaroq kelasa, ha? Kirdim emse. Ha. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Qani o'tirib bo'ldingizmi? Loyiq izlab kelganmisiz? Yo'q. Bu yo'q desan ku? Ha, yaxshi kepsiz, to'g'ri kepsiz. Bu bizning loyiq tanishtirish baş şirketidan, ha? Şirket? Shundoq. Voy! Endi bundaki xotin ilish uchun shirkatga borib kelmizda. Mana kulib ketdingmi? Hey, nimtusa. Hey, bu xerda kulamdi, yig'lamdi, hammasi qarashamsa? Rast. Qarang, kechiring. Siz bu yani sog'liqman qarang. Bu mu jamiyatning ehtiyojı. Hozir baqo, biz mushu yoshlarning bir-birisidan ko'rishish fursati olib bo'lg'achqa, biz mushlarni ko'ngil bo'lib, mushu o'rinni ochdiqdan. Bu sizlarda yoshlarning bizni qo'llab-quvvatlashini umid qilamiz. Mana qo'llab-quvvatlayman deb keldim-ku mana. Yaxshi. Abi mulozimat haqqingizni deb yiqing. Voy, qarang, mulozimat haqqimiz o'xshamaydi. Mulozimat sifati qarab mulozimat to'laydigan pulam o'xshamaydi. Qarang, birinchi darajalik a'zo bor, 200 to'laydi. Ularning shartlari sal oddiyroq bo'ldi. Uchinchi darajalik a'zo 300 to'laydi. Ularning shartlari bir qadar yuqoriroq bo'ldi. Ammo lekin 5 yultuzliq a'zolar 500 to'laydi. Ularning shartimi yuqori, talabimi yuqori, bergan pulimi yuqori bo'lg'achqa, ularni ko'nglidagidek loyiq tanlashga biz yaqindan yordamda bo'lamiz. Voy. Sen maaşning ucur qilib bildikansan ha maaşlarni? Shunda? Qarag'an sen burun bundayaning ko'ni xerdar o'xshamsa, shu vaqtda sen ma'g'uzlashdan biroq chiqmabdi ekanda. Hey, nima deb tursa? Men bu gapni do'stimning og'zidan anglab olgan. Mandaq demansa, voy. Bo'pti. Men sizlarning ilqidimi? 5 yulduzliq azaringlar bilay. Pulda chata yo'q. Ama şu, mening aşı manga layık çokumrisini tep bersildim ha. Çıkıp şuna qilmiz. Onda men sizni tizimlab olay. Isim familiyangiz? Mening ismim Rasmin demdi. Voy, nima desam demamsa, bular? Husaynjon. Husaynjon. Kasbingiz? Kasbim sayyar bikachi. Bikachi. Qancha ish kirdingiz? 35. Ay vallahi 34 ta biz qo'ying ha.
Yolg'onchiligini. Ha, 34. Endi tapmoqchi bo'lgan loyingizga talablaringizni, shartlaringizni o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Shartimni o'tirib qo'ysam bo'ladi? Bo'ladi. Men shu qisqigina turmush qurish tajribamga asoslanganda xotin kishi madaniyatsiz, savotsiz bo'lib kelsa bak qo'rqinchli qo'lga. So'ng menga hech bo'lmaganda madaniyat seviyasi to'liq turus, aspiranit doktor bo'lsa yaxshi, menda qizlantirishtirib qo'ying. Hey! Kim madaniyatsizga? Ha, kim madaniyatsizga? Kim savodsizga? O'zga bir xalqi savad qildim deb jilib turibman. Men sen dedimmi? Ha? Meni demedingmi? Nima sen deyman? Ha, o'tir, ha, chilaylik. Yaza. Ha, ma'qul. Xizmatim muqim bo'lsin. Davolanish, qiyirg'anni beqish, sug'urtisi qatnashgan bo'lsin. Ay, qarang, qo'rqmang. To'g'ri, xizmati bo'lganki, endi yashangan vaqtda beqish, davolanish rasxoti bo'ldi-da. Ansirmang. Yizg'a? Ha, ma'qul. Maashi 4-5 mingdan yuqori bo'lsin. Bo'lsa uyi, dukini, puli, amnasi bo'lsa yaxshi. U vaqtda sizlarga mukofot berman. Oilasida bir, balki ishkasi ishki bola bo'lsin. Mush och singillar ko'p bo'lib ketmasin-ku. Mush och singillar ko'p bo'lib ketsa qarang, oilada ushaqcha gaplarni bakcha qildi. Mush 2 kunda bir bajlarim o'kilib, menga dardini to'kilib qildi. Va ular menga dardini to'ksa, men kimga to'kmadan u dardni. Ay. Nimsat qaraysa? Ey, amdi bu kelgan xirdaga mushta sat qarsang, sat pul topalamsa? To'g'ri dedimmi ya? To'g'ri dedingiz. To'g'ri. Siz Jiroqni unda o'ylaydi ekansiz, ha? Amdi shu Jiroqni o'ylamasak bo'lmaydi, singlar. To'g'ri. Har ma'u topmoqchi bo'lgan loyiqingizning taqdirqi, bunda chiroy, badaniga bo'lgan talabingiz bormi yo yo'qmi? Voy, bo'lmadigan. Qarang, Mush men tunishtirmoqchi bo'lgan qiz 25 yosh, ama 28 bo'lsin mayli. Bo'yi 1.70, eg'irligi 55 bo'lsin. Mush ba'zanlar qarang, mush o'zining kichkiltma deb yeshini yushirib, igiz bo'lmadi mondo pashning oyoqni kiyilib, o'ruq ko'rmadi parkingni kiyilib, odam aldaydi. Men bularning hammini bilaman. Men dirishlarga intayin inchik qaraydigan odam. Men tunishtirmoqchi bo'lgan shu qizningki egizligini o'zim santirlayman, eg'irligini o'zim o'lchayman. Kechiring, qarang. Men bizniki talab fikr yozadigan grafimiz sal qisqaroqdi. Men takib fikringiz 5 chiqib ketdi, Fatmay qoldi. Bo'lsa adiyroq deb aytsangiz o'tishga. Bu nima deganingiz? Oshning teniga yana 5 jolang. Sen mening shartimning 1% tugmidi, ha? Bu nikoh ishi degan chaqchaqlashgan, o'ynashgan undaq ishlar emas, ha? Bu shartni asqab qo'yib xotinasi chatoq chiqdi. Voy, siz xotin olamsiz yoki xizmatchi qabul qilamsiz? Unda oldindan 500 yana bir to'laysiz, ha? Bak, qo'lga aldirmoq, tex mening gapim tugmidi. Yizing'a? Mushu men ammoqchi bo'lgan xotinning gap tatli, quliqi yumshoq bo'lish kerak. Pul topa oladigan, yo'l mana oladigan bo'lish kerak. Mushu birinchisi bir deydigan, hozir javob xotinlardan bezorman. Munda deng. Demakchi bo'g'iningiz, men ayol kishi sirtimi xizmat qila olsa, uydimi xizmat qila olsa, sizlar kerilibdi, yasanglar bizga ishlab kelsak, chaqadak. Hey, nima bunda qo'shpaydi shusin? Mana, işte sizga o'xshash birinchisi bir deydigan, ikkinchisi ikki deydigan, akishidan tang turadigan, martaba huquq talishadigan, akisiga qo'l yandiradigan manda xotinlarni yer yuzidan yo'qotish kerak. Voy, nima bu? Ya qarang, mening demakchi bo'g'inim, men fikr talablaringizni sal qisqartirib desangiz bo'pti ekan. Yizg'a. Ma'qul. Men tunishtirmoqchi bo'lgan qiz, tamoq ustilish kerak. Mush tamoq degan itib oldimga akelsa, men tamoq o'xshamabdi. Yana bir itib akiring, desam tik chiqib akirsa, uning ko'nmagan xotinni kashin to'g'rilab yo'l qilib qo'ymayman. Yazdingizmi ya? Yazmasam esimda saqlab qo'ydim-ku. Voy, yezing, men sizga nima dedim? Bu nikoh ishi degan chaqchaq qilishga ish emas. Yozmasangiz bo'lmaydi. Yezing. Qarang, yigit, men tizimlash. Voy, pulning gapini ajab to'liq qildingiz. Men dedim-ku, puldan xotirjam bo'ling deb. Sana yutqani. Yey? Haqni menga loyiq bir qizol tunishtirib qo'ygan ekan berma. Hey, men tizimlash haqining hammani to'laydingiz. Ha, bo'pti. Hozircha 200 yana turay. Keyin kelgan vaqtda to'liqlab berasiz, ha?
Mana undasma 20 mingni qo'shib beray. Voy bo'lmaydi. Voy hozirgi pulni chatoq yo'q degandingiz-ku. Men 200 dan bermisam tizimlamayman men. Voy mana ham shu ishlarni meni berib o'tayman deb bari shu tuzlardi ya mana, mana. Voy o'tmay. Men bo'lganda. Ha, bo'pti. Ammo u men tunji bir tijorat qildim-a, dastlab qilay. Ha bo'ldi. Ma'qullansa, buni olay dastlab qildim. Bismillah. Qarang, sizni tizimlab bo'ldim. Endi bog'u. Men sizga telefon qilgandiroq kelasiz, ha? Ha, ashtaba. Ha, qani marhamat. Ma'qul. Voy. Ha? Voy nima? Voy qarang. Menmi xil kelishgan arlar tipik kirmading ha? Shunga bu men mustabi chiroyli qizlarni tanishtirib qo'yapsiz ha? Ha, bo'ladi. Men qarang. Ha? Agar men sizlarga shu 5 yulduzlik a'zo bo'lsam, rostli men degandek mening talonimdek qizlarni tanishtirib qo'ya olamsizlar? Shunday qiziqtirishimiz. Qarang. Ha. Endi shu har qanday bir aksiyga yaxshi xotin elishni o'ylaydi. Shundoq. Agar siz menga shu talonimdek qizlardan birini tanishtirib qo'ygan bo'lsangiz qarang. Elg'o 500 kan 1000 so'm bo'lsa-mi berimi deyman. Shu do'zax desa nima deydi debdimi? Shu yomon xotin bilan o'tishning o'zi do'zaxga emasmi? So'ng mushuni elib men tuzuk bir qizlarni tanishtirib qo'yapsiz bularni. Voy! Mana degan pul. Ha? Mana degan pul deyman. To'xta. Men uningga sening tug'ilgan kuningga o'ziga berma deb saqlab qo'ygan. Oxiri rost gapingni aytding, ha? Men bilan yotsang, do'zaxda yashagandek qilsang. Men chaqchaq qo'ydim. Men yezdim. Sevgilisini ko'rgilgani ko'rsatmaydigan bo'lsang, to'xta.